Simental yetugidan originallarni olaman deganlar bormi? Yo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ferma o'z obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, chorva sevar insonlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvona Anor sovxozida. Videomiz ikkinchi qismi bo'lyapti. Kirib, kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qoldiraverasizlar. Bittadan shu ekranimizga bunaqani bosish esdan chiqmasin obunachilar. Dastavkamiz ashashi 12 ta viloyatga 2 ta olgan odamga bepul. Bitta olsalarni 12 ta viloyatga kelishtirib beriladi narxlari. Narxlar xudo xolasa hamyonbop, hamma bor. Qonlari toza, tuyoqlari toza xudo xolasa. Mana simental bazm deydi. Simental haqiqiy arzon joyidan udorlardan ko'rsatib o'ramiz. Yo'qsa aloqa chiqib kelaveringlar. Tojikiston, Qirg'izistonga ham dastavkamiz bor, kelishilgan holatda. Tozalikka ham bitta layk yozib qo'ying. Tozalikka. Majonov. Molla o't yemaydimi degan kalamiz. Mana. Ko'rib olasiz. Mana jonivorlar. O't. Akalarimiz mana yemni beryapti. Mana jonivorlar. Ko'p kuttirmay, xudo xolasa mana obunachilar. Molni bo'y 1.5 atrof, 1.5 tepasida bo'lsa kerak. 1.5 tepasida. Narxi telefonda aytiladi, screenshot qilib tashlaverasizlar. Nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Yo'qsa srochna aloqa chiqarasiz. 3-qoringa simental tozalarni olaman deganlar bormi? Ha, jonivor mana. Telefonga ham sig'mayapti buni. Moh. Haqiqiy simentalni fullidan neft qo'yishadi mana. Udorlardan. Buni ham bo'yi 1.47 tashdan atrofida chiqadi. 1.45 ga olaverasizlar. Buni ham obunachi. Bakindan sani bakindan. Ular hali shalvarlan qaranglar. Mollar yuvosh, keyin tepti-mepti degan narsalar yo'q. Yuvosh mollar. Simentallar o'zlaring ko'ryapsizlar mana. Yuvosh hammasi. Aloqaga chiqarasizlar o'zlaring. Buni ham shalvarni ko'rsatib bering. Mana jonivor. Mana. To'g'ri yemiga, yeliniga to'g'ri tutamiga xudo xolasa, muammosi yo'q. Tuyoqlarni o'zlaring ko'rib qo'ying. O't yemishlari. Bu mollar o't yemasa, badani ham unchalik bo'lmaydi-ku o'zi, badanlari. Mollar ko'ryapsizlar, o'ta gigant. Haqiqiy simental gigantlardan. Yetuv bo'g'ozlar. Kechki mol yo'q, xudo xolasa kechki mol bo'lsa aytib qo'yamiz o'zimiz. Yetuv bo'g'oz bular ham. Bunisi ham hammasi xudo xolasa yetuv bo'g'oz. Mana obunachilar. Ko'rib bir baho berib qo'yinglar o'zlaring. Chiroyli fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Jonivorlar qarang. Ha, jonivor. Simentalni originallari, tonlariga ham bir o'zlaring chiroyli baho berib qo'yinglar tonlariga. Havas qilgan insonlar bormi? Shuna ferma qilaman deganlar. Aloqaga chiqing. Jonivorlar. Mana. Eng qizig'i qonlari toza, yuvosh mollar. Tepti-netsi yo'q. Mana Chexiyadan kelgan. Chexiya variantida so'ragan akalarimizga. Vilkalari ham turibdi. Quloqlarida obunachilar. Ba'zi simentallar ham bor. Simental Galishten yiri varianti olaman degan yirilardan bor. Bu simentalimiz ham kami 1.5 chiqsa kerak, kami. Olam yiri mol, o'ta yiri mol. Mol 7 oyga borib qoldi shekilli, 6 oylik mol, 7 oylik mol. Bundan endi chiqqan. Mashalloh, mana yirilardan. Yetuvlardan. Mashinasi ham yetuk, xudo xolasa. Ko'rib bahorini bering o'zing. Galishten, 2 dona galishtenimiz bor mana. Bog'da. Qora variantda. Galishtenimiz yanada ham bor. Ikkitasi qora shahzodalardan mana. Mollar bo'yi xudo xolasa 1.50 tepasida, 1.50 pastida bas. Ikkalasi ham bir-biridan go'zal, bir-biridan yirik mollar. Yeb-ichlari sog'lomligini ko'rib turibsiz o'zing. Sizlar ko'p maqtash hojati yo'q. Kirib mashinani bitta bosib qo'ylar ekran ustiga. Mana jonivor. Bellarini qarang, bular bellarini. Bellariga tutaylarni qarang, jonivorlar. Mollar xudo xolasa 1 oy, uzoq 1,5 oyda tug'adi. 1 oy 1,5 oyda tug'adi. Ikkalasi ham xudo xolasa. Mana obunachilar. Obunachilar molni qaranglar. Sifati nima deyapti buni? Sifati, korpuslari.
Chexiya deyapman. Bu Daniya shekili. Privaznoy. Xudo xolis privaznoy molimiz. 5,5 oydan o'tgan bo'g'oz. Yo'qsa buni ham sotilaveradi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'radi jonivorlarga. Mana. Ha, go'zal edi. Ana obunachilar, videomiz davomi. Yetuklardan. Rossiyskiy yetugi, semental yetugi mana. Semental birinchi qoringa, narigisi ham. Mana, kelinorav, xudo xolasa zagonda ham mollarimiz bor. Zagonda ham qisir mol olaman degan qisirlardan ham bor. Zagonda ham xudo xolasa mollar boshi bor, oxiri yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Semental birinchi qoringa. Jonivorda qarang, mana. Toza original sementalda. Bunisi ham birinchi qoringa, bunisi uchinchi qoringa. Shular bir ichiga tushib ko'rsatgan obunachilar. Sizlar uchun mana. Ferma o'z obunachilar. Mollar terilib tursin. Jonivor. Mana jonivorlar. Ko'rib aloqaga chiqaverasiz. Gigantlaridan. Yirik variantda mol olaman deganlar. Kichkina mol olaman deganlar kelmas, ammo kichkina mollar yo'q bu yerda. Mollar billahi, hay jonivorlar. Mashalloh. Mana. O'ta buqa bo'lib ketganlardan bog'ashdi. Buqa misoli deydi, mana. O'ta yirik molimiz. Chak. Hadi ko'rsatib beramiz. Buni birinchi qoring. Mana obunasi. Mashalloh, mashalloh. Mana. Jonivorni qaranglar. Ana. Obunachilar, haqiqiy. Bo'yinlarni, kallalarni qaranglar bular. Bunisi ham yetuk. Yetugini olaman degan bo'lsalang. Ana. Sani bakingdan. Mana. Bog'da ham sementallar bor obunachilar. Yetuklardan bor bog'da ham. Narigisi ham yetuk. Hammasi bir-biridan original. Xudo xolasa aloqaga chiqaveradi. Bunisi birinchi qoringa 6 oylik, xudo xolasa 6 oylik bo'lgan bo'g'oz. Bunisi ham birinchi qoringa. Bir oy atrofida tug'adi. Bellarni qaranglar bular. Kachka bo'lib ketgan. Pirslari chiqib deydi-yu. Yetuk. Xudo xolasa yetuklari ko'p. Yetuk mol oqtargan akalarimiz bo'lsa kelaverasizlar. Yoshini yetuklarni oqtargan akalarimiz bo'lsa kelaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib turasizlar. Xudo xolasa har doim bundan da zo'rlarni ko'rsatib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.